Erga tegish qanaqa bo'lishligini o'rgatib qo'yaman. Bundan oldingi jin haqidagi videomizda ko'pchilik qizlar men direktimga yozdi. Men 35 ga kirganman, men 30 ga kirganman, men hali ham turmushga chiqa olmayapman. Nima qilsam bo'ladi? Balki menga ham jin yopishgandir degan savollar rosa ham ko'p bo'ldi. Hurmatli qizlar, agar siz erga tega olmayotgan bo'lsangiz, bu degani hammaga jin yopishgan degani emas-da. Jin boshqacha narsa, boshqa temada. U erga tegish u boshqa tema. Videoni oxirigacha eshitsangiz, erga tegishi juda ham eng zo'r ishlaydigan usulni men sizlarga o'rgatib qo'yaman. Qizlar nimaga erga tega olmayotganining sababini keltirib beraman. Erga tega olmayapti. Nimaga 30 dan oshsa ham binoydek, masalan, yuz ko'zi qoshi chiroyli, ishbilarmon, yaxshi qizlar-da, lekin erga tega olmayapti. Keling buni razbor qilamiz. Buning uchun biz u qizni istoriyasini o'rganib chiqamiz. Ko'pchilik qizlarda birinchi yigiti bo'ladi. U yigiti uni aldab tashlab ketadi. Keyin bu yigitlarga bo'lgan nafrat, yigitlarga bo'lgan ishonch yo'qoladi. Birinchi sabab shu. Ikkinchi sababi esa ko'pchilik sovchilar keladi-da, uni aynituvchi qo'shnilar bo'ladi. 4 ta qo'shni bo'lsa yo 2 ta qo'shni bo'lsa yetadi. Uchinchi sababi esa o'sha muhitidan uyalishi. Misol uchun ko'pchilik qizlar kambag'alroq bo'ladi, ota-onalari yaxshi joyda ishlamaydigan bo'ladi yoki bo'lmasa nima deydi, taktubi sal oddiyroq holatda bo'ladi. Boyaga haligi yaxshi gapirayotgan bolaga o'sha o'zini oshkor qila olmaydi. Ya'ni u o'zini boricha ko'rsata olmaydi. U uyaladi o'sha muhitdan. Как будто ertaga sovchi bo'lib kelsa, men unga munosib emasman deydi. Lekin aslida hammasi boshqacha. Misol uchun siz agar bitta yigit bilan gaplashib, u sizni aldagan bo'lsa yoki tashlab ketgan bo'lsa, bu strashniy joyi yo'q. U yolg'on uni hayotiga siz tomonidan boshqa odamlar tomonidan unga jazo berishi mumkin. Lekin siz buni bundoq katta qilib fil qilib yasamang. Hamma qizlar ham yigitlar bilan gaplashadi, aldanadi, voz kechadi, boshqa bo'ladi, hatto bo'ladi. Har bitta qizda bitta sizda emas bu. Lekin ko'p qizlar nima qiladi? Bu narsaga ko'z yumadi, dajil hayotini boshqatdan boshlashga harakat qiladi. Sizda ikkinchi barobar aldanish bo'lsa, uchinchisiga harakat qiling. Uchinchisiga aldanish bo'lsa, to'rtinchisiga harakat qiling. Buni hech qanday yomon joyi yo'q. Nimaga unaqa deyapman? Siz qanchalik yigit kishini nima deydi, negativniy odam ekanligini aldanganingizda bilasiz va bu xatoni keyingisiga takrorlamaysiz. Eng yomoni ba'zi bir qizlar erga tegish uchun qizligini berib qo'yadi yoki erga tegish uchun o'sha erga anaqa bo'lish uchun beremenniy bo'lib qoladi. Как будто u beremenniy bo'lsa, u yigit uni oladi yoki qizligini berib qo'ysa, u bo'ldi uni oladi. Agar olmasa, uni sudga beraman degan fikr bo'ladi. Aslo va aslo bu xatoni qilmang. Siz beremenniy bo'lasizmi, qizligingizni berib qo'yasizmi? Bu ikkita odamning xohishi bilan bo'ladi. Bu uchun unga misol uchun siz uni sudga berishingiz mumkin, boshqa bo'lishingiz mumkin, lekin odam o'zi xohlab shu narsani qilgandan keyin unga juda strashniy chora ko'rilmasligi ham mumkin. Shunaqa vaziyatda ham bo'lgan. Prosta siz o'sha jinsiy yaqinlik qilmang. Quchoqlashmang, o'pishmang yoki beremenniy bo'lmang, bu narsalarga ishonmang. Erkak kishi qachongina berasiz, o'sha chimildiqda berasiz shu narsangizni, asrab qo'ying. Endi ko'p qizlar negativniy energiya bilan yashaydi. Ya'ni negativniy, как veselый qiz emassizlar. Ko'p qizlarni kuzataman, o'sha 28-25 yoshdan keyin sizlar o'zingizlarni qobig'inglar bo'ladi. O'sha qobig'inglarga o'ralib qolasizlar. Mana bu sizlarning ichinglar, bu esa sizlarning qobig'inglar. Shu qobiqqa o'ralib yashaysizlar. Qaysidir bir yigit sizga gap otsa, bu u yigit sizni fohisha deb o'ylayotganga o'xshab ko'rinadi yoki bo'lmasam buzuq qiz bo'lsam ekanki, menga gap otyapti deb o'ylaydi. Yo'q, yigit kishi sizga gap otadi, sizni xarakteringizni o'rganish uchun. Endi misol uchun yaxshi gap ham otishi mumkin, yomon gap ham otishi mumkin. Yomon gap otsa siz chiroyli javob bering, yaxshi gapirsa ham chiroyli javob bering. Bu sizni qanchalik darajada javob berishingizga qarab yigit kishida siz plus yoki minus naqaga keladi. Ya'ni shu siz haqingizda shunaqa fikrga keladi. Ba'zi bir qizlar esa nima qiladi? Biron joyga to'ylarga borsa, qovog'ini o'yib boradi. Keyin negativniy o'tiradi. Yo'q, to'ylarga borasizlarmi, restoranlarga borasizlarmi, u bu ishda ishlaysizlarmi? Xushchaqchaq yuringlar. Yigitlarga 100% haligi veselый, xushchaqchaq, samimiy qizlar yoqadi. Qanchalik darajada qovoq tumshuq qilsangiz, qanchalik darajada ichimligini toplaydigan bo'lsangiz, shunchalik darajada erkaklarni o'zingizdan sovutasiz. Jiddiylik bu erkak kishiga uchun yaratilgan. Xushchaqchaqlik, samimiylik, tabassum esa ayol kishiga yarashadi. Shuning uchun qayerga borsangiz ham, boshqa qilsangiz ham, ichingizda to'kilib ketayotgan temamni, muammolaringiz bo'lsa ham kulib muomala qiling. Ishda o'tiryapsizmi? Assalomu alaykum, keling. Nima xizmat? Shunaqa yaxshi gapiring. Ko'chada bironta yigit sizga gap otdimi? Strashdan og'zlaringga chay deb so'kmasdan, kechirasiz yaxshi yigit, men bunaqa gapirmayman. Yoki bo'lmasam, to'g'ri, misol soat so'radim. Soat 12 dan 15 o'tdi. Yaxshi qiz tanisak bo'ladimi? Tanisak bo'ladi, faqat hozir emas deb prikol bilan javob bering. Yoki kimdir bironta telefon nomeringizni so'rasa, bering u telefon nomeringizni. Gaplashmoqchi, hozirgi oldingi ovqatdagi shahzodani kutmang, sizni tuflingizga qarab qidirib keladigan shahzodalar yo'q. Nomer so'rayaptimi? Bering. Yo'qmadimi? U cho'rniga tiqasiz. Yo'qdimi? Dalchi gaplashing. U sizni nomer bilan отношения gaplashmasa, u bilan u qachon gaplashadi? U Hojiboy aytgandek, hali velosipedda qishloqda bir o'tganda, kecha ko'rishamiz To'tayiga, ertaga ko'rishamiz deydigan zamon emas hozir.
Qo'rqmang u narsa bo'yicha. Keyin misol uchun ota-onangizni boricha qabul qiling. Misol uchun kambag'al oiladanmisiz? Yaxshi ko'rib qolgan yigitingiz kambag'al boy oiladanmi? Ayting, naqli. Agar siz menga uylanmoqchi bo'lsangiz, meni sharoitimni to'g'ri tushuning. Men sizga unaqangi boy oilani qizi emasman. To'g'ri, tashqi tomondan chiroyli kiyinib yurishim mumkin. Lekin meni ota-onam oddiy oiladan. Ertaga sovchilaringiz kelsa, "Men bunaqa joy, bunaqa joy" deb gapirmaydimi? Shu narsaga javob berasizmi? Ertaga men oila qurganimdan keyin siz bilan meni yuzimga solmaysizmi? Sen kambag'allik farzandsan demaysizmi? O'sha narsaga tayyor bo'lsangiz, men sizga erga tegaman. Tayyor bo'lmasangiz, men unaqa emasman. Prosta siz gururli erkak sifatida ayting menga, meni pulimga, ota-onam obro'yiga anaqa qilmasangiz, uyalmasangiz, pожалуйста, birga baxtli bo'lamiz. Men yaxshi oila bekasi bo'laman, yaxshi ona bo'laman deyishingiz kerak. Va boshqa ayollar, boshqa qizlarni nazarda tutadigan bo'lsak, bu narsadan uyaladiga qochaveradi. O'zini boy qilib ko'rsataveradi. Kerak bo'lsa ota-onasiga ham jahl qilib tashlaveradi. Siz boy bo'lib tug'ilmagansiz, yo boy bo'lmagansiz, siz dastingizdan meni baxtim ochilmayapti deb yuziga yetadigan farzandlar, qizlar bor. Bunaqa narsa qilmang. Agar shunchalik darajada boy yigitga tegmoqchi bo'lsangiz, o'zingiz pul ishlaying deb shu ota-onangizga shu sharoitni yaratib bering. Keyingi masalani oladigan bo'lsak, nimaga qizlar tega olmasligining yana boshqa bir sabablari bor. Zodaga o'xshagan yigitni kutishligida. Misol uchun, mashinasi yo'q bo'lsa, uy joyi yo'q bo'lsa, endi ota-onasining uyida yashaydi, lekin alohida o'zi uy ololmagan, ish joyi yo'q, lekin bugungi kunda trendga qarab ishlaydi. Misol uchun kimdir taksichilik qilib pul boqadi, kimdir dehqonchilik qilib pul boqadi, oila boqadi, yoki kimdir Rossiyaga borib ishlab kelib oila boqadi. Bunaqangi yigitlarni ko'pchilik qizlar tanlaydi. Menga to'g'ri kelmaydi, puli yo'q buni, mashinasi ham yo'q buni, oilasini zo'rg'a eplaydi, kerak emas menga deydi-da, bunaqa yigitlarni atkaz qiladi. Lekin aslida yigit kishining omadi uni peshonasida. Qachon kelishligini bilmaysiz. Balki 40 yoshida keladi, balki 28 yoshida shu kuchli katta boylik beriladi, 30 yoshida kapangado bo'lishi mumkin. O'sha narsa holat balki bir umr davom etishi mumkin. Yoki bo'lmasa ichkilikka berilib ketgan bo'lishi mumkin-da. O'shaning uchun erkak kishining omadi bilan o'ynashma degan gap bor. Shuning uchun hurmatli qizlar, agar erga tegish niyatingiz bo'lsa, yigit bilan gaplashinglar. Agar u yigit samimiy, yaxshi, soddaroq bola bo'ladigan bo'lsa, karyerasi shu bugungi kuni mana shunaqangi holatda o'tyapti, lekin u qanaqadir harakat qilsa yoki podдержка bo'lsa, o'zini o'ylab ketadigan darajada uzoqni ko'ra olsangiz, ichmasa, chekmasa, erga teging shartda. Nimaga tegmaysiz? Teging. Siz u unaqangi narsalarni sanashligingiz uchun to'g'ri, sizda hozir urveningiz zo'rdir, zo'r pul toparsiz, chiroylidirsiz, lekin bu yerga kelayotgan sovchilar sizga umuman teskari sovchi bo'lishi mumkin, sizni tengingiz bo'lmasligi mumkin, sizni o'zingiz fikrlashingiz bo'yicha. Lekin aslida u kerak bo'lsa, sizdan ham katta pul mablag'lariga ega bo'lishi mumkin, agar uni omadi kelsa. O'shaning uchun ba'zi bir qizlar shunaqa yigit tanlaydi-da, 40 ga kirib qoladi. 40 da ham masalan kimdir xotini o'lgandan, xotini ajrashgandan kelsa, yigit kishini kutadi. O'zi 40 ga kirgan. 40 ga kirib uylanmagan yigitni o'zi bo'lmaydi-ku. Yoki bo'lmasa 35 ga kirgan qizlar uylanmagan yigitni kutadi. O'sha normal yigit 25 yoshda, 28 yoshda uylanib bo'lgan bo'ladi. O'sha 35 yoshida u tengi yigit o'sha ajrashgan bo'lishi mumkin yoki xotini o'lgan bo'lishi mumkin. Ajrashishdan ikki xil sabab bo'ladi. U kelin tomonlama ham muammo bo'lgan bo'lishi mumkin. Men hamma ajrashgan erkaklarni yomonlamoqchi emasman, chunki ajrashishda asosan ayollar ham sababchi bo'ladi. Ba'zi ayollar xiyonatchi bo'ladi, ba'zi ayollar erkaklarni onasini hurmat qilmaydigan bo'ladi. Bu tomonda ham o'ylash kerak. Shuning uchun agar siz oilani mazza qilib oilada yashayman desangiz, farzandlaringiz shirin farzandlaringiz bo'lishini xohlasa, baxtli hayot kechiraman desangiz, 100% bu narsa o'zingizning qo'lingizda. Erkakni ham zo'r qilib yo'lga sola olasiz, erkaklarni ham chotga qilib ishini yo'lga sola olasiz, bu sizning qo'lingizda. Ichmaydigan ham, chekmaydigan ham qilish bu sizning qo'lingizda. Bekorga xalqimiz er qiladigan ham, qaro yer qiladigan ham xotin deb aytmagan. Agar sizni eringiz ishi bo'lmasa, siz ishlayingda, eringiz bilan birga davom ettiring. Keyin o'sha ishingizni eringizga topshiring, eringiz dal davom etsin. Ana ko'rasiz baxt hayotligini. Shunaqa shirin farzandlarni dunyoga keltiringda, o'sha farzandlar bilan esingizdan chiqib ketadi. Shuning uchun hayotda haqiqiy baxti bu oila. Ayol kishi uchun kuchli baxt bu oila. Bu mashina, telefon, chet davlat sayohat, bular eng oxirgi daraja. Oilani qachon ayol kishi hurmat qiladi? Farzandli bo'lsa, er bo'lsa, joyi bo'lsa, yashashga bo'ldi. Joyiga yashashga joyi bo'lmasa ham, kvartirada tursa ham baxtli er xotinlar bor. Chunki ular noldan o'sadi. Shuning uchun hurmatli qizlar, men 30 ga kirdim, 35 ga kirdim, men oila qura olmayapman, menga jin sababchi bo'ldi. Mani hayotim unaqa demasdan, hayotingizga kirib kelgan erkakka eshigingizni oching, yaxshi kutib oling, yoqmasa yaxshilab kuzatib boring. Yaxshi kirib kelganini oila quring, shartda erga teging, tug'ingda ana hayotda haqiqiy baxtini ko'ring. Men sizga mana 32 yoshimda men erga tekkanman. Ikkita institut tugatganman, oliy ma'lumotli bo'lganman, ko'p joylarda ishlaganman. Lekin meni hayotimda ham shunaqa erkaklar bo'lgan, ya'ni misol uchun biz chiqisha olmagan erkaklar bo'lgan va hayotimga kirib kelgan erkaklarga yaxshi gapirib, yaxshi kuzatib yuborganman. Visual qiz bo'lganman. Mana hozir hayotda juda ham yaxshi, baxtli, hammasi joy-joyida. Что meni erim millioner emas, lekin kelajakda birgalikda o'sha milliarder bo'lishni orzu qilib, rejalar, orzular tuzmoqmiz. O'shaning uchun men hamma qizlarga maslahat beraman. Hayotda kaliti, baxtli yashash kaliti bu sizning qo'lingizda.